Mana bolalar $50,000 ham qildik. Sizlarning roziliginglar bilan men $10,000 qarzimga olib qo'ydim. Mana $5,000 joyiga qo'yib qo'yasan. Olgan pulimiz. Va biz boy akadan $20,000 olganmiz. Mana bu 5,000 foizi. bizda $10,000 qilyapti. Sanda tura qolsin Rahmatjon. Bu pulni ertaga ko'taramiz. Domla, balki bo'ldiqlarmiz. Problemamiz yo'q. To'xtatsak bo'lardi. Nima? Sani butun hayotingdagi maqsading $10,000 mi? Yana adashib, yutqizib, momolaga kirib ketmaylik domla. Yaxshi bu pullarni bir yaxshiroq narsalarga tiksak bo'lardi. O'zimiz ishlab chiqaradigan qanaqadir joy ochsak bo'lardi. Halol narsalarga tiksak bo'lardi. Qarochi, 1 million qilmagunimcha to'xtamaymiz. Menga lekin $100,000 ham yetardi yashashimga. Domla qo'ysangizchi, siz koeffitsiyentlarni zo'r hisoblang bo'ldi. Mana ozgina ishim bor, bitiraman. Ertaga ko'rishamiz, shunaqayin ko'taramiz, ko'rasiz. Bekor qilasizlar-da. Kecha kofega nima qo'shuvding? Shakar? Shakar qimor tutmasa kerak. Bu endi boshqacha shakarda-yu, o'zimga o'xshagan, shirin. Menga o'shandan kerak. Top berishim mumkin, xohlasangiz agar. Lekin hozir menda pul yo'q-da. $500 etsa kerak. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Rahmatjon qani kelishgandik-ku, oyisini ko'rgani kelamiz-da. Yurgandirda o'sha dugonasi bilan. Qo'ysang-chi, o'zing ham yo'dimasding-ku unaqa dugonaga. Hozir payti emas-da. Rahmatjonga aytinglar kelsin. Xo'p, bo'ldi, xo'p. Nimadir kerak bo'lsa yetarsiz. Ma, sovuq qotib qolmay yana. Спасибо. Men shunda magazinga o'tib keldik. Ketdik, men ham boraman. Нет, men o'zim boraman, женский narsalar. Nima bo'ldi? Kim edi ular? Nimaga urishyapsiz? Bilmayman, urganim mayli. Pul olib ketishdi. Gap yo'q. Bu bolani ham o'mingga tushirdik. Men seni o'ylang. Shuni qishlarga chaqirib tur. Bu hali boshlanishi.